Ancha ko'proqqa bordim qishloqqa. Lekin bu tuzoqni bilasanmi, juda ham qiyin qilib yuborsan. Mana o'zing o'tib ko'rchi, mana shu qumlaring bilan ko'raylikchi o'zingni. O'ta olasanmi? Bo'l, chiq tez. Men hozir qiladigan ishlarni ko'rib bir hafta yig'laysan. Mana ko'ryapsanmi? Promaster mana shunaqa bo'ladi. Deyarli oxirigacha bordim. Qani men ham qilaychi, qani o'xshamayapti-ku, yaramas. Yana o'lmadim ham. Endi o'ldirib yubor meni. Tepaga chiqay qaytib. Bo'l. Bu yoqqa chiqib ham bo'lmaydi blok qo'yib. Vohma qilma, sabr qilsang hammasi bo'ladi. Sekin bir blokni bu uchiga qarab qo'yishni boshlasang o'xshaydi. Seni bittadan o'xshamaydi. Sen botsan-da barmish. Botmish. Bu qiyin tuzog'ingdan o'zing necha yuztada o'tding. Mana. Voy, nega bu bloklar qo'yilmaydi-ya? Senda o'xshayapti-ku. Deyarli o'xshayapti. Menda ham o'xshash kerak. Axir shuncha harakat qilyapman. Qani bitta ikkita hop. Yarmagacha keldim qishloqqa, lekin men taslim bo'lmayman. Bitta, ikkita, nega bunisi bu yerga qo'yiladi, ha? Aytyapman-ku, botsan, o'tolmaysan, noobsan. Mana bu yerga checkpoint qo'yib qo'ydim, qiynalmaslikka. O'xshaydi, bo'l. Kalla qo'yding. Jib tur, o'xshayapti. Yana ozgina. Bu safar o'xshaydi. Bo'l, quril. Jonga tegdi, yordam berib yubor, bu yerdan qanday chiqay men? O'zing ham o'lding-ku. Senga yordam beraman deb o'lib ketyapman, yaramas. O'zingni o'zing qutqar. Vop, yana o'zgina. Mana. Ko'rdingmi? Uddalasa bo'ladi. Vohma qilma. Urinib ko'r. Ha. Deyarli kelding. Sen hali ko'p harakat qilishga to'g'ri keladi. Bo'l, qo'y. Bo'l. Deyarli yetib kelding. Hech qancha qolmay. Sen uddalaysan, bo'l. Bu qanaqa yana parkur bo'ldi. Tuzgrog'ini qilsang bo'lmasmi qishloqqa? Mayli. Men albatta uddalayman. Mana. Xo'sh, ozgina qoldi. Yana. Uddalayman. Uddaladim qishloqqa va nihoyat bu qumlarni to'sam ham bo'ladi. Yo'q. Mana bu yerda endi qayiq bilan tushing kerak. Qayiq bilan emas. Pastga sakrab turib qayiqni qo'yib, keyin unga o'tirib yana baliq ovlashing kerak. Oxirgisi hazır. Men uddalayman. Mayli. Ikkinchi marta harakat qilib men qaysi go'rdaman yaramas. Yo'q, qishloqqa men bundan ikkinchi marta o'tmayman. Balki ikkinchi marta tezroq bo'lar-a? Nega meni bu yerga teleport qilasan so'ramasdan? Jim tur. Hozir men o'zim sakrab turib, kung fu usullarini qo'llab, qayiqni qo'yib, hattoki baliq ham ovlayman kerak bo'lmasa ham. Va ko'rdingmi, Promaster barmi menda ikkitadan 3tada uddaladim, ko'rdingmi? Yaramas, sen bunga ko'proq vaqt sarflashing kerak. Shuncha qo'yganini bittadan o'tib qo'yding, pastga tush yaramas. Boshqatdan o'tasan. Tushunding? Boshqatdan. Men bunisini hisobga olmayman. Nima, qishloqqa aqldan o'zdingmi? Qanaqa boshqatdan men o'tib bo'ldim-ku. Bo'larkan-ku, ana, ikkinchi marta o'tsang o'lib qolmaysan. Uddalaysan. Ha, uddalolmading, bo'y olmading gap bo'lgan. Mana shu yerga checkpoint qo'ysam shuncha qiynalib o'tirmasding. Lekin men qo'ymayman. Shuncha qiynalib o'tirishni xohlayman. Bo'l, sen uddalaysan hammasini. Pastga sakrada qayiqni qo'y. Yaramas, faqat meni qiynashni xohlaysan. O'rgan. Yana bitta urinish. Bu safar o'xshaydi. Ko'rdingmi? Baribir. Ustasiga baribirda ikkinchi marta ham, uchinchi marta ham qilib beraman. Tushundingmi? Uchinchi marta qiyin kelyaptimi? Yo'q. Shunchaki hazillashib qo'ydim. Bundan adashmasam qarmoq yasash kerak, to'g'rimi? Va xo'sh. Qarmoq qanday yasalardi? 2 yil Minecraftda o'ynagan, optim katta. Mashitda biladi. Shundaymidi? Qanday bu? Balki bundaydir. Yo'q, bu rogatka emas, qarmoq. Balki bunday. Yo'q, bunday. Mashina bo'lish kerak. Kimni? Nega meni aldayapsizlar? Bu yoqqa va balki bu va nihoyat yasaldi yaramas qarmoq. Pro emish. Bitta qarmoq yasashni bilmaysan, yana o'tgan videoga o'zingni pro deb yozib qo'ygansan. Men noobman. Aldoqchi odam ekansan, tushundingmi? Vohma qilmasang-chi, shunchaki yozib qo'ydim qiziqroq ko'rinishi uchun. Bu yoqqa nima qilish kerak-a? Mana bu yoqqa tashlash kerakmi? Nima bo'ladi bu yoqqa tashlasam? Hech balo bo'lmayapti-ku, yaramas. Shunday tashlab o'g'lim yermada, tashlasam qivirlar, o'tgan o'xshaydi, bir nima bo'lish kerak. Menga o'xshagandi-ku, menga o'xshamayapti. Bu qivirlat ozgina o'xshaydi. Yana ozgina qivirlat, o'xshaydi, ko'rdingmi? Bloklar paydo bo'ldi. Yana mana bu yerda ham ozgina qivirlat o'xshaydi. Nima? Qishloqqa sen buni qanday qilding? Rostdan ham pro ekansan, lekin bunday narsa meni xayolimga kelmagandi do'stlar. To'g'risini aytsam,
Qishloqqa seni IQing baland odam ekansan. Mendan uka, o'rganasan, sekin-sekin katta bo'lasan. Sal maqtasa o'zingdan keta qara sakraymiz. Juda ham qiyin bo'ldi. Qishloqqa sen o'ylagandek har bitta blokni chiqarishimdi-da, a? Lekin men unday qilmayman. Chunki meni ham IQim baland. Mana bunday sekingina, nega bu safar sekin tushyapti? Qishloqqa men zo'r yo'lini topdim. Mana shunaqasidan qilsa menimcha ancha osonroq bo'ladi. Lekin o'zi men buni qanday qildim? Tasodifdan bo'lmaydi. Blokka tegizib qilish kerak. O'shanda sekin tushadi. Qishloqqa sen shuncha narsani qayerdan bilasan? O'zi necha yildan beri Minecraft o'ynaysan? Sen aqldan o'zmadingmi? Men tug'ilganimdan beri Minecraftdaman. Ha, to'g'ri. Bu parkuringni ham yutishimga ozgina qoldi. Nega bular bittada paydo bo'lmaydi? O'zimni o'zim ovladim qishloqqa. Nima qilgandim? Boshidan o'tasan-da. U yerdan bosib tashlama, urromchi. Bosib tashlayman. O'zing o'ylamagansan shu joyni, tushundingmi? Shunaqami? Unda boshqatdan qayiqdan sakra. Mana tayyor, ko'rdingmi? Bu tuzoqlaring endi menga umuman yordam bermaydi. Yo'lni ham hammasi tayyor. Bitta, ikkita sakraymiz. Mana bu yerda bu qandaydir mo'jiza bilan sakrab qolganimda. Mayli, bu safar IQning balandligidan foydalanib qayiqqa o'tirib keyin sakraymiz. Ko'ryapsanmi? Buning uchun IQ baland bo'lish kerak, ehtiyot bo'lasan. Sen o'sha IQing bilan meni shunday jo'rimga tegding. IQ haqida IQ degan so'zni yana bir bor aytsang, boshi kallani olib tashlayman. Naqadar qo'rqinchli eshitdi. Mayli, aytmayman boshqa. Xo'sh, qishloqqa men endi bu yerda nima qilishim kerak? Bu yerda menimcha necha blok o'zi? 6 blokmi? Men bu yerdan qanday sakrayman qishloqqa? Senga blok beryaptimi? Ozgina blok beryapti. Ha, bo'ldi. Bir nimasi xato ekan. Hozir to'g'rilab qo'yaman. Endi yana bir bor bosib ko'rasan-da. Keyin bo'lsa bemalol qilasan. Bundan chiqdi, men hozir sakrab tagimga ikkita blokni ketma-ket qo'yishim kerakmi? Bundan iloji bormi? Iloji bor narsaga o'xshab tuyulmayapti negadir qishloqqa. Qanday buni qilish mumkin o'zi? Mayli, yana bir bor qilib ko'ramiz. Lekin umuman olganda bo'lishiga ishonchim komil emas menda. Va bir-ikki faqat bittasini qo'yishga ulguryapman. Qandaydir menda shubha paydo bo'lyapti buni qilish mumkinligiga. Yana bir bor yugurib kelib sakrab. Mayli. 3-4 marta yoki 3-4 ming marta harakat qilsang hammasi o'xshaydi. Kechirasan qishloqqa. Menda 3-4 ming marta harakat qilishga kuch yo'q. Cheterlikni ko'ryapsanmi? Vaqt qilmasdan harakat qilaversangiz hammasi o'xshaydi. Bo'l, mana bir blokga kamayib turib beraman. Ham vijdonsiz g'urromchi. 5 blokdan o'zim ham sakrab o'ta olaman. Mana, ko'rdingmi? Sal xato bo'ldi-ku, lekin bo'laveradi. Bu sandiqdan nima mening sovg'a qishloqqa bu men uchun umuman olganda sovg'a ham emas. Nima men senga shuncha san'at asarini sovg'a qilyapman, sen esa xafasan, yarramas. Xo'sh, qishloqqa endi meni seni qiydash qalb keldi. Endi seni itday qiydayman. Hali afsuslanasan. Jibtor mana bu narsalarni ol, menga yordam berib tursan. Eshigini qarab yaramasdi. Nima, seniki o'xshab oddiy taxta qo'yib qo'yishim kerakmi-da? Voy, bitta eshik qo'yibsan u yo'qmi? Meniki zo'rroq edi mana. Qara ko'raylikchi bu yerda nima bor? O'rni temir narsalar. Bu labirintmi nima? Labirintni bir istoriyani cho'chib tashlayman. Bu yerda eshik bor ekan. Baxtliqcha. Qandaysan? Masalan, o'yli ko'rdingmi qishloqdan kuchini? Nega u senga qarshilik qilmadi, men tushunmadim. Bu tugmani bosishda juda ham maslahat beraman. Alvido qishloqqa seni portlab ketishing bilan nega o'lmading? Nega sen bunaqa omadli qishloqsan, ha? Bunaqa omadni senga berib qo'ysang, ko'tara olmay o'lib qolasan. Shuning uchun aralashma bunaqa ishlarga. Yana sirli narsalar bormi? Bitta nima bor. Nega bular meni buncha chalkasha qaytib yurayman? Bu yoqqa yursak, bu yoqda qaytib keldim, mayli. Bu yoqqa qarab yuramiz, ozgina yana o'ngdan chapga, o'ngdan chapga va yana bitta tugma. Buni ham bosib ko'ramiz. Shu tuzoqqa meni illat deb o'yladingmi rostdan? Uni ustiga chiqib bosish kerak edi. Ha, mayli, unut. Sen yo'lingda davom ettir. Shusiz ham davom ettiraman. Hozir chiqishni topsam kerak. Bu yoqqa ozgina yuramiz, yana bu yoqqa, bu yerda hech narsa yo'q. Eshikmi? Qo'ya shoya kerakmidi? Ochildi. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Bu yashil mahro ko'kmi? Nima balo bu?
Bu maxluqni ham topishing kerak edi, topolmading. Xo'sh, qishloqqa menimcha sandiqni ko'rib, u yerda nima qilish kerakligini tushunding. O'rnida sen elitrani taqib, mana bu teshikdan uchib o'tishing kerak. Tushundingmi? Umid qilamanki, sen buni qila olmaysan. Ha ha ha. O'xshadimi kulishim, ha? Nima deysan? Qorboboni bilasanmi? O'shanga o'xshab kuling. Qani, uchaqol. Uchmayaptimi? Buzilib qopti. Yana Xitoynikidan olgansan sen adashib. Hech qanaqa Xitoyniki emas. Shart ishlamay qolsa Xitoyga to'kab yuboraver xabardarsani. Mana bemalol sal tekstroq qilsang bemalol uchsa bo'ladi. Sen hattoki uchishni boshlay olmayapsan. Sen uddalaysan. Bo'l, uch. Vo, ana o'xshashni boshladi. Harakatda barakat. Ishla. O'ngga chapga. Mana senga uchish uchun joy ham qilib beraman. Tushundingmi? Bo'l, mashina ustiga chiqasan-da, sakrab uchishni bosasan. Bo'l, ucha olasan-ku sen. Jibtor hozir uchaman.